Abdumurodova Manzura Hamidovna hijoma, zuli, massaj, igna, fizioterapiya sohasida 14 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib boraman. Hozirgi kunda Nova Medics klinikasida o'z ish faoliyatimni boshladim. Bugungi bemorimiz tez asabiylashish, uyqusizlik va semizlik bilan shikoyat kelganlar. Bugun bu bemorimizga fizioterapiya va massaj davolash ishlarini olib boramiz. Bu bemorimizga bir kunlik fizioterapiya va davolovchi massajimiz yakunlandi. Massaj davomida bemorimizda qo'shimcha kasalliklar aniqlangani uchun 10 kunlik fizioterapiya va davolovchi massaj tavsiya qilindi.